Masjidning yonidan uyli bo'lsa-da, azon ovozi jaranglab eshitilib tursa, Allohning qudrati bilan shu joyni oling, baraka topasiz. Toshkent viloyati Qibrayni sentrida Darvesh bobo jome masjidining yonginasidan katta yo'l yuzidan tarsivoy joylashgan uyimizning etek qismidan 2 sotili yerimiz bo'lib sotilyapti. Ulgurgan ulguradi, bunaqasi har doim ham chiqurmaydi. Bu lokatsiyadan 2 yo 3 sotuli joy topilishi o'zi juda ham qiyin. Onda-sonda chiqib qoladi. Fasadi 10 ga 21,5. Shu derazani oldidan 1,5 metr ichkariga kirgan joy bor ekan. Yo, menga tekis joy kerak desanglar, shu joyni buzib tashab to'g'rilab olish ham iloji bor ekan. Bu yerda oshxona, hammom, garaj, hojatxona, bu tomonimizni omborxona qilib foydalanib turishgan ekan. Uyimizning tashqi tarafidan ko'rinishi, yo'llari asfalt, kommunikatsiyalar gaz, elektr energiya, suv, kanalizatsiya, internetdan muammo yo'q. Yerimiz sentrda joylashganligi uchun maktab, bog'chalarga juda ham yaqin. Narx borasiga keladigan bo'lsak, bir sotuv uchun $21,000 so'rashyapti. Ma'lumot va takliflar uchun pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqing. Qibrayni sentrdan joy qidirayotgan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Kanalimiz rivoji uchun podpiska bosib qo'ying. Ish faoliyatimiz jarayonida sizga foydali uy-joylarni qo'yib boramiz.